vatandan kelgan uchurlar. Sharq Turkistonning Altay viloyatida 5000 yillik tarixga ega bug'doy bayqaldi. 2021 yil 8 ayning 6 kuni Uyg'ur axborot markazi egilagan uchurda bildirilishicha, Sharq Turkistonning Altay viloyatida Xitoy arxeologlari tuproq tekshirish jarayonida 5000 yillik tarixga ega bug'doy avrishkisini bayqagan. Xizmatchilar avrishkini tafsiliy tekshirish jarayonida qum arsidan ko'mirga o'zgarib ketgan cho'ng-kichik va har xil shakllik o'simlik urug'larini bayqagan. Bu urug'larni mikroskopda tafsiliy tekshirish va karbon 14 tajribasi qilish orqali bu urug'larning guruch, arpa va bug'doy dallari ekanligi bayqalgan. Tadqiqotchilar bug'doy va arpaning 5200 yil ilgirki ziraat ekanligini va bu joyning taxminan 5000 yil ilgirki Sharq Turkistonda mis va tosh qurolni eng baldur ishlatgan joy ekanligini, bu tarixdagi abidi xarakterli bir bayqash ekanligini bildirdi. Xitoy Jamoat Xavfsizlik Ministerligining bayonotchisi Amerika Sharq Turkistonda bo'linish va ma'lumotchilik paydo qilishga qudratlilik qildi dedi. 2021 yil 8 ayning 6 kuni Uyg'ur axborot markazi egilagan uchurda bildirilishicha, Amerika Kengash palatasi Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonuni ma'qullagandan keyin buningga javoban Xitoy Jamoat Xavfsizlik Ministerligining bayonotchisi mundaq dedi. Amerika bu qatim atalmış Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunini ma'qullab, Sharq Turkiston masalasini bahona qilib, Xitoyning taraqqiyotini tizginlash maqsadiga erishmoqchi. Amerikaning haqiqiy maqsadi Sharq Turkiston kuchlaridan foydalanib, Xinjiangda zo'ravonlik, terrorlik va bo'lgunchilikka qudratlilik qilib, ma'lumotchilik qo'zg'ashga urinish. Xitoy bu bayonotida yana Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni inkor qilib qolmay, Amerika yolg'on narsalarni to'qib chiqib, Xitoyga tuhmat chapladi deb qarshiligini bildirgan. Nike şirketi Xitoydan rishtini uzalmaydiganligini oshkorladi. Fox xabarlar to'rining 7 avgustdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, dunyoga dangliq Nike şirketi dünya cemaatinin narazılıqıga qaramay, hozirgacha Sharqiy Turkistondagi majburiy emgak bilan chetishlik bo'lgan savdo aloqasini davomlashtirib kelgan bo'lib, Nike şirketi Xitoyni o'zlari uchun nihoyatda muhim bozor deb qaraydi ekan. Xitoyning insoniyatga zid jinoyatlarga ko'z yumgan Nike şirketining bosh ijroiya amaldori John Donahoe payshanba kuni CNBC'ning ziyoratini qabul qilganda Xitoyga davomliq mablag' soladiganligiga va Xitoy bilan bo'lgan uzun muddatlik hamkorligini davomlashtiradiganligiga ishora qilgan. Avstraliya Magnitsky qonunini qo'llamoqchi. Reuters agentligining 5 avgustdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Avstraliya tashqi ishlar ministri Maris Payin Avstraliya hukumatining yaqinda Amerika hukumati qo'llangan Magnitsky qonuniga o'xshash jazo qonuni ma'qullaydiganligini bildirgan bo'lib, agar bu qonun ma'qullansa, xalqaroga ta'sir ko'rsatgan nachar qilmishlarni sodir qilguvchilarga qarata mol-mulkini to'g'nitish, sayohat cheklamasi qo'yish qatorliq jazolar yurgiziladi ekan. Avstraliya hukumati bu haqdagi qonunlarni isloh qilib, davlat miqyosida embargolarni kengaytirgan bo'lib, bu yil oxirigacha qaysi xil embargolarning yurgizilishini belgilaydi ekan. Payinning bu to'g'risidagi bayonotida bildirilishicha, embargo obyekti hisoblangan qilmishlar keng ko'lamli qirg'uvchi qurollarni rivojlantirish, kishilik huquqni dafsanda qilish, yomon g'arazlik tor hujumlari va ig'ir chiriklik qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoyning yangi o'g'irligi oshkorlandi. Yahoo to'rining 6 avgustdagi xabariga qaraganda, quramiga yetgan 80% ga yaqin Amerika fuqarosining shaxsiy ma'lumotlari Xitoy Kommunistik partiyasi tarafidan o'g'irlanganligi mo'ljallangan bo'lib, Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning
yuqori darajalik davlat bexatarlik amaldorlari Xitoyning tor orqali o'g'irlik qilish va boshqa usullar orqali qonunsiz sonliq ma'lumot to'plashiga qarta ogohlantirish bergan ekan. Trumpning sobiq muavin davlat bexatarlik maslahatchisi Mateo Pottinger çarşamba günüdeki ispat anlaş yığınında Xitoyning Amerika va dunyoning boshqa joylaridan o'g'irlangan sonliq ma'lumotlardan foydalanib, siyosiy rahbarlardan tortib oddiy fuqaroga qadar ta'sir ko'rsatishini orzu qiladiganligini, shundaqla Xitoyning 5G to'rining buningga qulay fursat yaratib beradiganligini o'tirg'i qo'ygan. Xitoyning yadro qurol iskilatlari andish qo'zg'amoqda. Yaponiyada chiqadigan Cumhuriyet Dünyası to'rining 7 avgustdagi xabarda ko'rsatilishicha, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyat kuchayayotgan bir paytda Amerika tashqi ishlar ministri Antonio Blinken 7 avgust Xitoyning kunseri kuchayayotgan yadro qurol ombiridan andisha qiladiganligini bildirdi. U yana 28 navbatlik Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi rayonluq munbirining ARF tashqi ishlar ministrlari uchrashishida Xitoyning ig'vogarchilik harakatlari tizimlikini e'lon qildi. Xitoy Kommunistik partiyasi 10 yillik yadro strategiyasida töven darajadagi tahdid bo'lishdan zo'r darajada halqib ketgan bo'lib, Amerika olimlar birlashmasining doklatiga asoslanganda Xitoy Sharqiy Turkistonda 100 dan ortiq boshqariladigan bomba yasab, kishilarning Xitoydagi yadro qurol masalasiga bo'lgan andishisini qo'zg'agan. Egilinishcha, Xitoyda hozir 350 atrofida yadro qurol bor bo'lib, Xitoyning yadro qurol tahdidi ahvolidan xabardor ko'plagan kishilarni andishiga salmoqda ekan. Bir turkum Uyg'ur xonim qizlari uchun tikuvchilik kursi boshlandi. Uyg'ur Project fondining iqtisodiy jihatdan qo'llashi, Uyg'ur Yar fondining planlashi va moslashtirishi natijasida Turkiyaning Safaköy rayonidagi xonim qizlarning tikuvchilik hunarini o'rganib olishi ko'zda tutilib, 6 oylik tikuvchilik kursi ochilgan. Mazkur tikuvchilik kursi 2 avgust boshlangan bo'lib, kursga qatnashgan 10 nafar Uyg'ur hamshirlarimizning o'qish pulini Uyg'ur Project fondi chiqim qilgan bo'lib, bu jihatdagi konkret o'rinlashtirishga Uyg'ur Yar fondi mas'ul bo'lgan ekan.